Bo'ldi. Yozilish boshlandi. Xo'p, bismillah. Boshladik. Bugungi darsda inshaalloh biz ko'rib o'tadigan narsamiz yoki o'rganadigan narsamiz darajani qanaqa o'stirish. O'stirish deganda listening qilish texnikalari haqida gap bormaydi, ochiqni aytganda. Biz o'zi tushunchamiz, qanaqa qilib fokus oshirishimiz mumkinligi haqida gap ketadi aslida. O'zi aslida eng muhimi ham shu narsa deb o'ylayman. Sababi ochig'ini aytganda qanaqadir listeningni yaxshi bajaradigan texnika yo'q. Shu kechagi darsda ham aytib o'tganimda, texnikani bir zo'r bajarishni o'rgatadigan ustoz yoki mana shunaqa bir qanaqa texnika bor, shuni qiladigan bo'lsa zo'r o'sib ketadi degani, ochig'ini aytganda katta ehtimol bilan yolg'onchi ustoz bo'lishi mumkin. Keyin yana bitta ustozlarning siri bor. Ustozlarning siri nima aytamiz? Siri ochib qo'ygan odam bo'lib qoladi. Ko'plar yaxshi biladi, 4 ta IELTSda yo'nalish bo'ladigan bo'lsa, o'shalardan faqatgina listening ustozsiz ham o'sib ketaveradi. Ko'p eshitasizlar, to'g'ri eshitasizlar, praktika qilishga harakat qilib, ko'proq praktika qilib, listeningizni shu bilan ma'lum bir vaqtda o'sib ketadi. Xo'p, unda boshladik. Bugun xudo xolisi ko'p narsa bo'lmaydi. Darslar qisqa va lo'nda bo'lsa, hammaga maroqliroq bo'ladi deb o'ylayman. Bugungi o'tadigan narsamiz qanaqa qilib biz praktika qilishimiz kerak. Birinchi navbatda, ikkinchi navbatda praktika qilish uchun qaysi resurslarni ishlatsa bo'ladi. Keyin oxirgina savollar berib, shu diskussiya qilamiz, xudo xolisa. Birinchi navbatda qanaqa praktika qilish kerak? Fokusni oshiradigan praktikalar qilishimiz kerak bo'ladi. Bu deganda nimani nazarda tutyapman? Sezishingiz mumkin, IELTS listening bo'layotgan paytda vasnangom nimada xato ketadi? Biz listening qilayotgan paytimizda shu nimagadir fokusimiz chalib qoladi. Shu chalib qolganligi uchun bir xuddaki quloqdan bir suv bo'lib o'tib ketgandek o'tib ketadi. Ayniqsa multiple choice savollarda xuddi shunaqa bo'ladi. Deylik, sizlar savolga urg'u berayotgan paytingizda yoki audio ketayotgan paytda savolga urg'u berganlarda savolni ham, audioni ham eshita olmay o'tib ketasizlar. Xo'p, birinchi navbatda har qanaqa ingliz tilida audio eshitayotgan berishga harakat qilish. O'zingizlarni ingliz tili bilan o'rashingiz kerak. Hamma ko'rayotgan videoyinglar, misol uchun YouTube ko'rasizlarmi, TikTok ko'rasizlarmi, Instagram ko'rasizlarmi, uni farqi yo'q. Iloji boricha hamma olayotgan audiolarni hammasini ingliz tilida bo'lishi kerak. O'sha narsalarni tushunishga harakat qilib, boshida deylik qiyin bo'ladi, keyinchalik oson bo'ladi. Deylik o'zimning misolimda, masalan, men Instagram ko'radigan bo'lsam yoki YouTube ko'radigan bo'lsam, rus tilida kam narsa ko'raman. Meni feedimda 70-80% narsa o'sha ingliz tilida chiqadi, men shu narsaga o'rganib qolganman. Xo'p, ikkinchi navbatda diqqatni jamlaydigan, fokusni jamlaydigan mashqlar qilishimiz kerak. Birinchisi bu o'sha audio ketyapti, audio ketayotgan paytda bu fokus berishga harakat qilamiz. Bu fokus berish. Ikkinchi navbatda diqqatni jamlashga harakat qiladigan vazifalar bo'ladi. Bu vazifalarni qilayotganingizda listening o'smaydi, fokus qilish o'sadi. Shulardan bittasi, men maslahat beraman o'quvchilarga ikkita audioni bir martada eshitish. Bu listening o'stirish uchun emas, yana bir marta aytaman, bu fokusni oshirish uchun. Deylik, IELTS listeningni bajaryapsizlar, o'shan bilan parallel ravishda ovozini pastroq qilgan holatda boshqa audio qo'yib qo'yinglar. Boshqa audioni eshitayotgan paytda mana shu miyani bir qanaqadir qayta programma qilasizlarmi, чтобы listeningga o'ziga urg'u berishga. Asosiy listening shu IELTS uchun yechayotgan listeninglarga eshitishga urg'u berish kerak bo'ladi. Shunda xudo xolisa ma'lum bir vaqt boshda qiyin bo'ladi. Buni ham tushunmay qolasizlar. Keyinchalik baribir bilasizlar, shunaqa narsa moslashaveradi. Zo'r o'sib ketadi. Diqqat qilish juda osonlashib ketib qoladi sizlarga. Shu yana qayta 3-4 marta aytdim. Listeningdagi asosiy deylik muammolar bu bizni diqqatni bitta joyga jamla olmasligimizdan keladi. Xo'p, ikkinchi navbatda maslahat beradiganim uzun audiolarni eshitish kerak. Uzun audiolarni eshitayotgan paytingizda, masalan, audio deganda shu listening bilan aytaman, 10 minut, 15 minut, 20 minut, 1 soatlik bo'lgan narsalar, ana o'shalarni eshitayotgan paytingizda
deylik boshida, oxirisida, iloji har daqiqada nima asosiy mavzu bo'ldi, asosiy nima haqida gap ketdi, o'sha narsalarni eshitib, miyada saqlab qolishga harakat qilinglar, yozib olinglar. Yozib olganinglardan keyin shu buyoqda solishtirib ko'raverasizlar. Shunda ham xudo xolisa diqqat qilish, bu narsani unga bir eslab, qisqa short term memory deydi, qisqa muddatli saqlab qolish, eslab qolish qobiliyatinglar xudo xolisa mana shu ham konkretni o'sadi. Keyinchalik deylik multiple choice qo'shsizlar, 6 talik chiqib qoldi, tasavvur qilinglar. Shunda o'tkazib yubortinglar. Birinchi, ikkinchi, uchinchilarni yoki 3-4larni farqi yo'q. O'shanga qaytib eslab yozib olgan. Xudo xolisa, chunki baribir bizni multiple choice bitta so'z qo'ymaymiz, o'tda mazmunga qarab turib yechishimiz kerak. Shunaqa holatlarda yordam beradi. Keyin ba'zi bir o'quvchilar bilan bu narsani ham anchadan beri qo'llaymiz, tez eshitish, 1.5-2 ga qo'yib, уже shunaqa paytga kelib qolasizlar, ba'zi bir o'quvchilar bor, listeningga 8.5 dan pastga yetmaydi. Konkretno 8.5 dan oshib ketadi, deylik 9, o'rtacha 8 ga yechyapti. Unaqa o'quvchilar zo'r oshirishi uchun listening 1.5-2 da eshitish kerak. Nafaqat ular, masalan, deylik on average 5.5, 6.5 qo'yotgan ham hammaga birdek ketaveradi. Tez eshitayotganni mana shu fokus qilib ilg'ashga yordam beradi. Yana qaytarib o'taman, birinchi navbatda qanaqa listening eshitishimizdan tashqari ingliz tilida bo'lsa, biz fokus berishimiz kerak. Shunga miyani o'rgatish kerak. Ikkinchi navbatda fokus qilishga yordam beruvchi texnikalar bu ikkita audioni bittada eshitish. Ya'ni birinchi audio, asosiy audio sal ovozi balandroq bo'ladi, ikkinchi audio sal ovozi pastroq bo'ladi. Shtobi mishat qilib turish kerak. Bittada konsentratsiya qilib eshitishga xalaqit qilish kerak. Shu narsani yengib o'tish. Ikkinchi navbatda uzun audiolar eshitasizlar va asosiy har bir daqiqa, har bir minutdagi asosiy qismlarni biz o'rganib chiqishimiz kerak. Uchinchi navbatda shu 1.5-2 karada eshitsa, xudo xolisa ancha yordam bo'ladi. Keyingisi, hop, mana shu endi asosiyroq qismlardan bittasi. Ancha paytdan beri keyin orada mana savol yozishibdi. Savollarni bemalol yozib qo'yaveringlar. Mana shu oxirgi qismida bemalol savollarga xotirjam javob bersa bo'ladi. Xo'p, prezentatsiya qaytadigan bo'lsa, part 1, part 2, part 3, part 4 bilasizlar, har doim bir xil yo'nalishda ketadi. Shu yo'nalishda ketganidan keyin faqatgina deylik, suhbatning mavzulari o'zgaradi, bo'ldi. Strategiya bir xil narsa ketadi. Part 1 da suhbat. Ikkita odam o'zaro gaplashadi, keyin gaplashayotgan paytda bilasizlar, adres so'raydi, telefon nomer so'raydi, shunga o'xshagan narsalar. Ya'ni bitta odam nimadir deylik, har kunlik yo'nalishlarni, kasblarni shunga o'xshagan joyda tushuntirish beradi, ikkinchi odam savol beradi. Shu orasida sirazu tashlab ketay, men bu e'tiboringlarni guruhga ham qilsanglar bo'ladi. Примерно part 1 da в основном nima savol turlari tushishi, nima yo'nalishlar bo'lishi, o'shalar haqida gap ketgan. O'sha postni ham qisqacha qilib tashlab qo'ydim, oson bo'ladi, xudo xolisa. Ikkinchi navbatda monolog bo'ladi. Monologni bilasizlar, monolog deganda bitta odam gapiradi. Faqat bitta odam. Bu ko'pincha part 2 da почти har doim monolog bo'ladi. Monologga anaqasi kun tartib, mana shu biz daily nima qiladigan bo'lsa, shunga oid mavzular bo'ladi. Endi bu degani, masalan, birinchi bilan ikkinchini yechish uchun bizga og'ir bir vocabulary shart emas. Shuning uchun 1 bilan 2 ni 20 tadan 20 ta o'qish kerak. Undan kam chiqyaptimi, уже konkretni minus qilayotgan bo'lasizlar, katta baho olmoqchi bo'lganlar uchun. Uchinchisiga keladigan bo'lsa, akademik suhbat. Akademik suhbatda bitta odam chiqmaydi. Multiple choice bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, uni farqi yo'q. Bitta odam chiqmaydi. 2-3 ta odam gaplashadi. 4 ta odamligini hali men to'g'risi esimda yo'q, lekin eng kamida 2 ta odam yoki 3 ta odam o'zaro suhbat. Endi bilasizlar, masalan, bu eng ko'p tarqalgan mavzulardan bittasi, bu kimdir insiga kirgan bo'ladi, insiga kirganda yoki professor bilan gaplashadi, feedback olgani bitta qiz bola, bitta o'g'il bola o'quvchi kelishadi, shu klassik istoriya. Shunga o'xshagan narsalar. Bu keyin akademik deb aytilyapti. Akademik deganda ma'lum bir so'z boyligi bo'lishi shart sizlarda. Birinchi bilan ikkinchida qanaqadir farqi bo'lganida bu so'z boyligilar bo'lmasa, katta ehtimol bilan uchinchini yoki tushunmaysizlar, yoki de prosta savolni o'qib ham tushunmasligingiz mumkin. To'rtinchisida ma'ruza bo'ladi.
Ma'ruza deganda shu bitta odam turib bir haqiqatda global mavzuni gapiradi. Hech eshitmagansizlar, part 4da ikkita odam gapirgan. Bunaqa narsa yo'q. Part 4da har doim bitta odam o'zi chiqib ma'ruza qiladi. Ko'p eshitgansizlar qanaqadir tabiatni muhofaza qilish yokida bir narsani tarixi haqida yokida qayerdadir qanaqadir yo'l qurilgani, mana shu narsalar tarixi bo'ladi yokida bir maymunlarni saqlab qolish to'g'risidagi shunaqa mavzular. Men bu narsani aytayapman. Deylik, sizlarda muammo bor. 1 bilan 2. 1 bilan 2 bu ko'p eshitish bilan o'sadigan narsa. 3 bilan 4 da baribir основной xato bo'ladi yokida kamchilik ko'plarda 3-da bo'ladi. Bunaqa holatda qanaqadir akademik suhbatlarni eshitib yuringlar. Shu aytganimdek, shu fokus berishga harakat qilib eshitib yuringlar. Endi savol tug'ilishi mumkin, men akademik suhbatlarni qayerdan olaman? YouTube'da tiqilib yotibdi. Yozasizlar, masalan, akademik debate deb yozsanglar bo'ladi, discussion deb yozsanglar bo'ladi. Bunga misollar, masalan, Oxfordda YouTube kanali bor. Ana o'sha yerda ham katta debatlar beriladi. O'zaro odamni qanaqadir suhbat qilayotganini eshitsangiz bo'ladi. Yokida ana ingliz tilida yokida Amerikada mana Good Morning America shunga o'xshagan talk showlar bo'ladi, 10 minut, 15 minutli yoki late night showlar bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganim, 2-3 ta odam bir vaqtda o'zida suhbat qilayotgan narsani biz topib eshitishimiz kerak. Shunda Xudo xolisa o'sib ketadi. Endi ma'ruzdagi bu klassik misol bu TED Talks bo'lsa kerak. Bundan ham zo'ri mana kakras berilgan ekan. Shu haqida gaplashishimiz kerak. 1 bilan 2 materialni men o'zim shundoq ham beraman. Hozir anaqa oxirrog'ida kerakli bo'lgan materiallarni tashab beraman. Deb bemalol eshitib praktika qilsanglar bo'ladi. 3-part keladigan bo'lsa, buni ham eshitdik, diskussionlar, debatlarni ko'p anaqa qilishimiz kerak. Part 4da TED Talks anaqa qilasizlar yokida любой bitta boshqa o'zingizga qiziq bo'lgan deylik YouTube kanalni olib, o'sha yerdagi monologga eshitaverasizlar. Ya'ni menga o'zimni misolimdan kelib chiqadigan bo'lsam, ingliz tilida shu deylik Part 4 ga tegishli menga kanal bitta Kursges degan kanal bor. Uni bir britaniyalik odam ovoz beradi, qanaqadir sci-fi fantastika to'g'risidagi ma'lumotlar. Masalan, bizni yerga meteorit tushsa nima bo'ladi? Shunga o'xshagan mavzular bo'ladi. Bitta odam uzoq gapirib beradi. Shunaqa. Hozir endi part 1, 2, 3 turlarni hammasini tashlab beraman. Ko'rib chiqsanglar bo'ladi va aslida nima mavzular chiqishi to'g'risida. Men mavzularni tashlamayman. 3 bilan 4da so'z boyligiga bo'lmasa, listeningga oshira olmaysizlar. Bu qanaqadir absurd narsa, texnika qilishni ham iloji yo'q. O'smayaptimi? Demak, prosta tushunmayotgan bo'lasizlar. Katta ehtimol bilan shunaqa. Xo'p, endi bizi hozir aytgan narsalarim bu deylik listeningdan tashqari materiallar bilan qanaqa shug'ullanish kerak. Nimaga bu narsani aytayapman? Listeningga o'zi bilan shunaqa shug'ullanadigan bo'lsa, authentic testlar haqiqatda kam. Deylik, kam degani qanaqa? Yetarli, lekin baribir o'quvchilarga hozirda kamlik qilyapti. Shuning uchun listeninglar shu berilgan Cambridge tomonidan berilgan listeninglardan tashqari listeninglar bilan shug'ullanishimiz kerak. Shuning uchun endi imtihonni aniqrog'i listening o'ziga qaytamiz. O'quvchilarga men 3 ta narsa aytaman. Listening qilayotganda nima qilish kerak? Bizning pre-listening paytimiz bor. Pre-listening deganda eshitishdan oldin, haqiqiy audio ketishdan oldinga qilishimiz kerak bo'lgan narsalar. Bularga nima kiradi? Savolni to'liq tahlil qilish. Buni endi bilasizlar. Audio ketishdan oldin, masalan, imtihonga hali beri bor bemalol. Pauzani qo'yinglar, savolni 2-3 marta qayta o'qinglar, tushunib olinglar. Nima uchun grammatik strukturasini tushunishimiz kerak, primerni qanaqa javob keladi, shuni taxmin qilib ko'rishimiz kerak. Taxmin qilish oson. Misol uchun, qaraysizlar nechta so'z qo'yiladi primerni, shu logikaga qarab. Endi bu aytayotgan narsam 1 bilan 4-ga, ba'zi bir holatlarda 2-partda ham keladi. 3ta taxmin qilish bu ilojsiz narsa. Xo'p, endi listening eshitayotgan paytimizda unda qanaqadir nima desa bo'ladi. Shu aytganda bir texnika yo'q. Fokus qilib eshitishga harakat qilish kerak bo'ldi. Chunki hamma narsa audio eshitishdan oldin qabul bo'ladi. Savolni yaxshi tushundik. Endi bu yog'iga savolni yaxshi tushungandan keyin biz nima savol talab qilayotganligini tushunib bo'lib, ketdi eshitaveramiz sekin.
Mana bu yerda aniq yozib qo'ydim. Mana shu misolcha har doim kallada tursin, har doim. He studies economics. Ketdi. No, actually he changed his major to accounting. Aslida javob accounting bo'ladi. Lekin bizni mana shu IELTSdagi tuzoqlar bo'ladi. Shu tuzoqlar ekonomika deb shoshilgan holatda yozib qo'yishimiz mumkin. Shoshilish kerak emas, mazmunni tushunishga harakat qiladigan bo'lsa, mana no actuallyga o'xshagan trap joylardan o'tib ketamiz, xudo xolisi. Mana shu misolni berdim. Shu misol listeningni bizani chalg'itib, yiqitishga harakat qiladigan narsaga yaxshi misol bo'ladi. Xo'p, 3-navbatda endi post listening qilib bo'ldik. Biz nima qilamiz? Ikki xil narsani tushuntiraman. Deylik, imtihondan oldin ham, keyin ham bir xil narsa bo'ladi. Ko'plarning esidan chiqadigan narsa bu spelling mistake'larni qaramaslik. Bo'ldi, ko'p bo'lgan, hatto o'quvchilarda o'zim o'quvchilarimni sanab chiqqanimda bitta listeningga qilib bo'ldi, qilib bo'lgandan keyin 7-8 tagacha xato chiqqan spellingda. O'zi joyi to'g'ri topyapti, so'zi to'g'ri topyapti, lekin yozilishda xato. Bu eng achinarli xatolardan bittasida, shuncha to'g'ri topsangizda xato chiqsa o'sha narsa. Keyin bu yerda yozib qo'yish esimdan chiqib qolibdi. Spelling mistakesdan keyin singularmi, shu pluralmi, singularmi, shu narsani ham qarab chiqishimiz kerak bo'ladi. Masalan, deylik, ko'pincha part 1, part 4 da ba'zi bir joylarda aniq kelayotgan noun singularda beriladi. Ba'zi bir joylarda aniq kelayotgan nounlar yoki endi vastanon noun o'zi vastanon o'zi faqatgina noun singular plural bo'ladi. Shu deylik aniq pluralda berilgan bo'ladi. Shunaqa joylariga e'tibor berishimiz kerak. Mana shuni eslab qolinglar. Deylik, shuni screenshot qilib, menimcha tashlab ham bergan yaxshi, xudo xolisa. Tashlab qo'ydim. Qotgan paytinglarda shunga обязательно e'tibor beringlar. Keyingisi IELTS practice listening dialectga keladigan bo'lsa, speakingda bir keng tarqalgan narsa. Men hindistonlikka tushib qoldim, gaplarni tushunmadim. Shunaqa narsa. Listeningda ham shu narsa bor. Endi to'g'ri, hindistonlik odam gapirganini men hali eshitmaganman. Lekin IELTS listeninglarda 4 ta dialekt keladi. Birinchisi, Englisi, eng ko'p uchraydigani British bo'ladi. Ikkinchisi Australian, New Zealand, American bo'ladi. O'shalarni ham ozgina practice qilish kerak bo'ladi. Masalan, bu ham tajribadan o'tgan. Xo'p, bitta bo'lgan testni o'quvchilar bilan sinfda echgan paytimizda part 4 da mana shu Australian dialektda gapiradigan speaker bo'lgan, shu monolog berayotganda to'g'risi bir 3-4 marta qayta eshitganimizdan ko'p narsani tushunmaganmiz, chunki avstraliyskiy angliyskiyda o'tdi ko'proq ular a harfiga harfiga urg'u berib gapiradi, qo'pol va yo'g'on qilibdi, mayt deb gapirib qo'yadi. Shunaqa holatlarda biz tushunmasligimiz mumkin. Shularni ham ko'proq praktika qilish kerak. Xo'p, endi praktika haqida gapirdik. Deylik, endi to'g'ri. Podkastlar hammasi o'zini yo'liga. Dars ham qilish kerak. Dars qilish paytida o'quvchilar masalan darajasiga qarab hozir kitoblarni bo'lishi maslahat beraman. Xo'p, o'zi eng birinchi ish nimadan boshlanadi? Birinchi listening qilayotganda bitta mock qilasizlar. O'zingizlar uchun mana. O'zingizlar misol uchun self study qilasizlar, odam o'zi o'rganayotgan paytda bitta mock qilish kerak. Mock qilgandan keyin javob chiqadi. Shunga qarab turib keyin vazifalar beriladi. Misol uchun, birinchisida xato qilyaptimi? Basic IELTS listening yoki darslarda grammatikani tugatib listening kirayotgan o'quvchilarga basic IELTS listening kitobi yetadi, xudo xohlasa. Shuni yaxshi bitirib bo'lgandan keyin men Cambridge section based listeninglari bor. Uni ham Telegramdan qidirsanglar bemalol topolsanglar bo'ladi. Audiosi ham, kitobi ham, javoblari hammasi berilgan. O'sha yerda part 1lardan boshlaymiz. Faqat part 1 yechiladi. Part 1ni yechayotgan paytingizda ancha quloq ochiladi, xudo xolisa. Xo'p, keyinchalik masalan, deylik 2, 3, 4 ga o'tayotganlarda xuddi shu bir bilan 2 почти bir xil bo'ladi. 3, 4 ga o'tayotganinglarda keyin full test yetsanglar bo'ladi.
full test yechayotganda sekin уже qaysidir savol turlarida shu xatolar bo'lish boshlanadi. Ko'pincha o'quvchilar matching bilan multiple choice'da xato qilishadi. Bilasizlar, to'g'ri variantni tanlash va bitta savolda ikkita variant tanlash kerak bo'ladi. Va основном o'shandan xato keladi. Endi u kitobni, u xatoni javobi mana bu thematic listening kitobini bemalol ishlab chiqsanglar bo'ladi. Shu kitobga endi kitobda dars qiladigan bo'lsangiz, shundan yetib chiqsanglar bo'ladi. Endi deylik, listeningni o'zi o'stirmoqchi bo'lgan o'quvchilarga, masalan, men listening strategiesi ancha yordam beradi deb o'ylayman. Listening strategiesida именно IELTS formatidagi emas, ozgina IELTS formatidan chetga chiqqan, lekin shunda ham nima desa bo'ladi, eshitib anaqa qilish bilan xuddi multiple choice shunga o'xshagan savol turlarini ancha o'stirib olsa bo'ladi. Praktika qilish uchun endi hozir CDI bo'lib ketdi. Qog'ozni topshirish iloji yo'q, CDI topshiryapti. Mana mini IELTS dan ishlatsanglar bo'ladi. IELTSonlinetest.com dan, Engnovate dan, Jump Into dan. Masalan, biz darsda mana shu vastamning 4 tasini ishlatamiz. Undan tashqari Telegram kanali, hozir nima rivojlangan? Telegram rivojlangan. Shunaqa kanallar bor. CDI testdan postoyan tashib turadi. Masalan, Diyorbek IELTS o'z tashiydi, qanaqalar exam kanallar bor. O'shalarni ham xudo xolisa mana shu guruhdan chiqib ketmasanglar, postoyan ularni ham tashab turaman. Shu bilan o'stirib olsanglar bo'ladi. Endi buni qanaqa ketma-ketlikda dars qilish kerak? Eng yaxshisi, eng qulay Jump Into. Misol uchun mana shundan boshlaylik. Engnovate bilan Jump Into bir xil vazifani bajaradi. U yerda ham Cambridge materiallari berilgan. Keyin men mini IELTS ga o'tish maslahat beraman. Mini IELTS da anaqa deylik, non-official yoki authentic testlar bor. Official bo'lmasa ham authentic testdan olingan, haqiqiy imtihondan olinganlar. Mana bu IELTS online testlarda bo'lsa, bu yerda mana shuni yechib yurganlar bo'lsa, oramizda sezgan bo'lsangiz kerak, bu yerda har xil partlarni solishtiradi. Mix qilib tashlaydi. Deylik, qaysidir birinchi testdan ikkinchi part oladi, 5-testdan 3-part oladi. Shunga o'xshatib bitta mazaka qilib yasaydi. Ayniqsa readinglari birinchi passagedan 14 ta savol kelib qoladi. O'quvchilar keyin hayratda qolishadi. Shunaqasi ham bo'ladimi deb. Bemalol ishlatsanglar, keyin mock qilish uchun eng yaxshisi IELTS online test. O'zinglarni o'zinglar alda olmaysizlar, simulation modi bor. Shu bilan bemalol yechaverasizlar, xudo xolisa. Xo'p,